buvisi bor uyning farishtasi bor deyishadi. Umuman keksasi bor insonlarga mazza. Meni ham 2 buvim bo'lgan. Zuhra oyimlar rahmatli. Uylariga borsam doim Hamro oying yaxshi yuribdimi, bolam mishla qilyapti deganlari esimda kechagina. Hamro oyim sizni yomonladilar. Ha deb odamlarni kesin deyurarkansiz deb gapirganimda Hamroyingni yomonlamaginsan, san unaqa chaqimchi qiz bo'lmagin, hali hozir man gapimni ham borib buvingga aytasanmi, chaqimchilik judayam yomon deganlari yodimda. Yana buvimni shu ozodagarchilikni o'rganganmiz desak sir emas. Eshikdan qarab turardilar. Kirib kelsak derazadan shunday Umida etagingni qoqib kir, oyog'ingni, changlarni qoqib kir deb turadilar. Oyi changmas o'tsam, yo'q etganimni qilgin derdilar. U sog'inib kelaman buvijonimni. Men shunday kelsam qo'limga dokani berardi. To'xta. Men dokani olganda vodoprovod demoqchilar. Ochganda 1, 2, 3 deb sanaganda, keyin pishib yuvib pastida sovun turibdi. O'sha sovunni yuvganda silkitib olib kelgin, keyin men bilan artib olasan. Maza ko'rishib o'tiramiz ozoda bo'lib. Qo'llaringni, yuz-qo'llaringni yuvib, sovullab yuvib kelgin bor derdilar. Xo'p derdim, aytganlarini qilib, katta bo'lib talabalik davrimda ham xuddi shu ishni takrorlardilar. Borib o'tirsam, Xalid aka kimlar to'y qildi? Bolam, qanaqa kelin keldi, kelin qanaqa ko'ylaklar kiydi? Ading uylari bitib qoldimi? Qo'y so'ydinglarmi? Qazi qildinglarmi? Qo'y shu taomlardan, kiyim-kechaklardan, to'y hashamlardan so'rardilar. Men ham borgunimcha yig'ib yurardim. Shuni aytaman buvimga, shuni aytaman. Buni qarangki, bu jonim faqat yaxshi gaplarni gapirardilar, yaxshilik tilardilar. Holvaytar qilish buvimlardan o'rganganman. Faqat chiroyli, xuddi shokolad qilib yuborardilar-da. Ko'p qaynatardilar, ozgina shakar qo'shardilar. Unni qozonni o'zida qovurardilar shakarga qo'shib. Bunday ko'tarilib chiqadigan bir haqiqiy shokolad bo'lardi-da, konfet shokolad bo'lib ketardi. O'shalarni eslayman. Bu jonlarga ham gapim bor. Onasini qancha maqtasa, nabirani shuncha unga mehr ortadi. Shuning uchun mehr kerakmi sizga, oqibat kerakmi? Nabiralaringiz bilan do'st bo'ling, dugona bo'ling.